Assalomu alaykum ko'pchilik, qanday ahvolinglar, sog' salomat turibsizlar? Oldi bilan hammamizning Ramazon oyi muborak bo'lsin. Allohdan bu oyni biz uchun manfaatlik, foydali va unumli bir oy qilib berishini so'rayman. Shundaqla bu oyda hammamizning tinimizning sog', turmushimizning xotirjam o'tishini tilayman. Ko'rayotganimizdek, hozir dunyo intayin jiddiy va muhim, xatarlik bir paytni boshdan kechiryapti. Xitoydan chiqqan bir virus hozir butun dunyoning beshiga balo bo'ldi, dunyoga ofat bo'ldi. Hozir dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 3 millionga yaqinlashdi. O'lganlarning soni bo'lsa 200 mingdan oshib ketdi. Hozir dunyoning eng cho'ng iqtisodiy, siyosiy va harbiy kuchi bo'lgan Amerika bu Xitoy virusining markaziga aylandi. Qaraydigan bo'lsak, hozir Amerikada bu virus bilan yuqumlanganlarning soni 1 millionga yaqinlashdi. O'lganlarning soni bo'lsa 50 mingdan oshib ketdi. Hozir dunyo bo'yicha Amerika birinchi o'rinda. Hammishda birinchi bo'lgandek, bu Xitoy virusi bilan yuqumlanishdimi birinchi o'rinni qo'ldan bermadi. Hamda Uyg'urlar bir qadar ko'p o'ltiraqlashgan Turkiya bu virus ahvolida dunyo bo'yicha 7-o'rinda turibdi. Kesel soni 100 mingdan oshib ketdi, o'lganlarning soni 2 mingdan oshdi. Ama Xitoyning ahvoliga kelsak, Xitoydan bu kesel chiqqan bo'lsa-mu, hozirgacha Xitoyninki dunyoga ma'lum qilgan kesel soni 80 mingdan ozroq yuqori, o'lganlarning soni 5 mingdan tuvan. 5 mingga bormaydi. 4400 atrofida. Albatta Xitoyninki bergan statistikasiga ishonmaymiz, lekin boshqa statistika bo'lmaganligi uchun navbatda dunyo buni qo'llanyapti. Endi bu Xitoy virusi navbatdagi xalqaro vaziyat, davlatlarning ahvolidan tortib kishilik turmushimizgacha cho'nqur ta'sirlarni ko'rsatyapti. Hozir dunyo intayin xatarlik, jiddiy bir paytni boshdan kechiryapti. Endi tarixga qaraydigan bo'lsak, mushundaq paytlar dunyo tarixininki yo'nalishini bekitgan va davrninki burilish nuqtasiga aylangan. Masalan, Birinchi Dunyo urushi Ikkinchi Dunyo urushiga yo'l ochgan. Ikkinchi Dunyo urushi bo'lsa, navbatdagi xalqaro sistema va xalqaro tartibni shakllantirgan. Ikkinchi Dunyo urushidan keyin tuzilgan dunyo tartibi gerçi 1991-yilda Sovet ittifoqining parchalanishi bilan biroz ojizlagan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha mavjudligini saqlab kelyapti. Undan boshqa 11-sentabr voqeasimi ayni vaqtda shundoq davr bo'lgich bir ahamiyatga ega voqea bo'lgan edi. Gerçi bu voqea Amerikada yuz bergan bo'lsa-mu, bizningki hayotimizga, turmushimizga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Gerçi biz Taklimakonningki chetida yashagan bir qavm bo'lsak-mu, Amerikada Manhattan'da partlagan bir bomba, bir aeroplan bizdeki Qashqa otellarga ta'sir ko'rsatdi. Demak, biz hozir yashayotgan bu paytmo bizniki kelgusidagi hayotimizga ta'sir ko'rsatadigan cho'ng o'zgarishlarni paydo qiladi va paydo qilyapti. Mana shunday cho'ng hodisalar bu insoniyat tarixininki burilish nuqtalariga aylangan bu hodisalar bütün jamiyatninki her soha, her qatlamiga cho'nqur ta'sirlarni ko'rsatadi. Shuning uchun navbatdagi vaziyatni tushunish va vaziyatninki taqozosiga ergishib menish bu intayin muhim. Tarix qaraydigan bo'lsak, biz dunyoni tushunmaganligimiz uchun chiqqan qarorlarimizningki xalqaro vaziyat bilan mos kelmaganlik uchun nurg'un badallarni to'laganligimizni va xato tanlashlarni olib borganligimizni ko'rib olaymiz. Bundan keyin shunda xato qarorlarni chiqarib sanmaslik uchun bizningki shu muhim ishlarga qarata, davr bo'lgich ishlarga qarata tunishimizning to'g'ri bo'lishi intayin muhim ahamiyatga ega. Chunki bu bizning qarorlarimiz bilan bevosita munosabatlik. Endi hozir Xitoyning bu virusi butun yer shariga tarqalgan, dunyoning beshiga balo, ofat bo'layotgan bir paytda dunyo miqyosida kelgusi dunyoning qandoq bo'lganligi haqida jiddiy muloyizalar, jiddiy tahlillar olib berilyapti. Bu haqda
bütün taratqular, bütün aql ambarlari, bütün tadqiqotchilar diqqatini merkezleştiriyotidu. Muşunun qarashlarini o'ttirib qo'yiyotidu. Davlatlar bunun uchun tayyorliklarni qilyotidi. Shuning uchun biz bu vaziyatni tushunish va bu vaziyatga yetishib menish jihatda zo'r tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Muşu maqsadda men bu videodan boshlab sizlarni bir qatimliq xalqaro munosabat va siyosat saylisiga elib chiqishni muvaffaq ko'rdim. Biz bu videodan boshlab Muşu Xitoy virusininki dunyoga ko'rsatayotgan ta'sirini yepib chiqib turib, navbatdagi xalqaro sistemini, davlatlarninki faoliyatini ve xalqaro munosabatlarni tushunib chiqishga tirishimiz. Shunga bu videodan boshlab menga ergishib mansanglar bu safarda nurg'unlagan foydali uchurlarga va manfaatlarga erisha olasizlar. Endi biz bu videoda cho'ng yerdan tushishning o'rniga, ya'ni xalqaro munosabat, dunyo tartibidan tushishning o'rniga oldi bilan bu Xitoy virusining kishilik turmushimizga yoki insonlarning turmushiga qanday ta'sirlarni ko'rsatganligiga bir qarab chiqaylik. Chunki davlat shaxslardan tuzilgan bir cho'ng siyosiy birlik bo'lg'achqa, shaxslarning hayotiga ta'sir ko'rsatgan narsalar ayni vaqtda davlatningki hayotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shaxslarning faoliyatiga ta'sir ko'rsatgan narsalar o'xshash vaqtda davlatning faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Endi mushu nuqtadan biz qaraydigan bo'lsak, bu Xitoy virusi hozir shaxslarning dunyo qarashlariga, tunishlariga, qimmat qarashlariga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Qanday ta'sir ko'rsatishga boshladi? Buni har xil nuqtalardan tahlil qilish mumkin. Oddiy qilib aytsak, masalan, kishilarning ilm-fanga bo'lgan tunishida o'zgarish bo'lyotidi. Kishilarning dinga bo'lgan tunishida o'zgarish bo'lyotidi. Kishilarning navbatdagi xalqaro sistemaga bo'lgan tunishida o'zgarish bo'lyotidi. Kishilarning kasbga bo'lgan tunishida o'zgarish bo'lyotidi. Kishilarning yashash shakliga bo'lgan tunishda o'zgarish bo'lyotidi. Buni texmi konkretlashtirib aytsak, bu virus bizning turmush odatimizga ta'sir ko'rsatdi. Masalan, biz hozir uylarga so'nilib qoldik. Sirtlarga chiqolmayapmiz. Yashash shaklimiz burunqidan o'zgardi. Masalan, burun tamoqni oshxonada yeydiganlar hozir uyda itib yeyishga majbur. Agar tamoq yetamizchi, o chaqda uning vaboli o'ziga. Ondan boshqa bolalarini yasliga berdiganlar hozir uyda boqishga majbur. Ondan boshqa sirtqa chiqib ishlaydiganlarchi, ular uyda o'tirishga majbur. Demak, kishilarningki turmush odatini o'zgartirishga boshladi. Bu bir tarafi. İkinci qilib, Xitoy virusi insonlarning xizmat qilish shaklini o'zgartiryapti. Hozir sirtqa chiqib ishlaydigan, dalaga chiqib ishlaydigan ijtimoiy sorunlarda kishilar bilan birga kelib turib ishlaydigan xizmat shakllari asosan to'xtadi. Endi buning o'rniga qaysi xil xizmat shakllari qolib qoldi desa, uyda o'tirib kompyuterning oldida qiladigan yoki telefon orqali qiladigan bu xil xizmat shakllari hozir elib berilyapti, yurgizilyapti. Demak, bu kishilarningki xizmat qilish shakllariga mu ta'sir ko'rsatdi. Uchinchi qilib, o'rganish usulimizni o'zgartdi. Masalan, burun maktablarda o'qiydigan bo'lsak, hozir uyda o'qiyapmiz. Burun muallimlar bilan ko'rishib turib, do'skining oldida o'qiyotgan bo'lsak, hozircha kompyuterning oldida o'tirib torda o'qiyapmiz. Mushu paytda butun dunyoda torda o'qish moda bo'lyapti. Torda o'qish eng cho'ng ma'rif shakliga aylanyapti. Masalan, burgun
mektepler dersini televizorda o'tyapti. Nurg'un imtihonlar, hatto TOEFL, joriy degandek aslida maxsus imtihon markazlariga berib bermasa belgilab bo'lmaydigan imtihonlarning hozir endi uyda o'tirib beradigan shakllari chiqdi. Demek bu bizning o'rganish usulimizni, o'rganish shaklimizni o'zgartiryapti. O'zgartdi. To'rtinchi qilib ibodat shakllariga ta'sir ko'rsatyapti. Qaraydigan bo'lsak, haj to'xtadi, masjidlar, jamilar taqaldi. Bütün dünyadaki dinlarning faoliyatlari to'xtadi. Butxonalar taqaldi, chirkovlar taqaldi. Shuning bilan insonlarning ibodat shakllari ta'sirga uchradi. Burun o'pchi qildigan ibodatlar hozir shaxsiy qildigan ibodatlarga shaxsiy holatda qilinishga boshladi. Demak, bu ofat, bu virus, Xitoyning bu vabosi insonlarningki nuqul makro jihatdan emas, insonlarning nuqul makro jihatdan emas, balki mikro jihatdan bu. Zo'r jihatda o'zgartdi va o'zgartishga boshladi. Shunga buningga ergishib shakllanadigan yangi odatlar, yangi xizmat shakllari, yangi o'rganish usullari, yangi ibodat shakllari yoki ibodatningki dindagi asli shakli o'zgarmasimi, kishilarning tunishidagi shakllari buningdan keyin bu virus yo'qolgandan keyin yana ta'sirini uzungacha saqlab qoladi. Bu xil kishilik qarashdagi, kishilik turmushdagi, xizmat shakllaridagi, o'rganish shaklidagi bu xil o'zgarishlar kelgusi dunyoni yaratadi, kelgusi dunyoni shakllantiradi. Shuning uchun bugungi videoda shu Xitoy vabosiningki kishilik turmush ko'rsatgan ta'sirini qisqacha so'zlab o'tishga tirishdik. Aslida buni texmi cho'ng qatlamlarga, texmi ko'p sohalarga kengaytirishga, texmi jonliq misollarni berishga bo'ladi. Ammo hammamiz bu mezgilni boshdan kechirayotgan bo'lgach, buni ortiq so'zlashni to'xtatib, bu videoni shu yerda to'xtataylik. Keyingi videoda biz shu asosli maqsadimiz bo'lgan Xitoy virusiningki davlatlarning faoliyatiga ko'rsatgan ta'sirlarini va xalqaro munosabatga ko'rsatgan ta'sirlarini, undan keyin dunyo sistemasiga ko'rsatgan ta'sirlarini tilga olishni davomlashtiraylik. Bo'ldimsa keyingi videoda ko'rishaylik. Allohga omonat.